Serkan odamlar bor hozir deganlar. Hammasi bor. Bor. Kelishiga ham bog'lar hikmat to'qildi. Shu ikkita berimizga qo'ygan shu hikmat beradi. Endi kelishiga ham Aslında berilgan bu. Prezident tomonidan berilgan. Prezident tomonidan so'rovlar bergan, kechib olishga Lekin bizga rahmat shunchalik ko'p berdi. Tumanida 5-6 joyda 4 taga berildi degan. Bizda mana Xudoga shukr, 16 taga berildi. Hozir mana ham bitta men ham savolim bor. Hozir 60 tani abidgacha shakllantirishim kerak. Sizlar mana shu kemish shakllantirdi. Men hozir haligi istizlab ko'paygan vaqtda hamma kirtirganimizni men o'zimning o'rnimda o'tganini ham chiqaverganman. Men o'zimning o'rnimga ham so'rab qo'yib qo'ydim. Misol uchun, to'g'ri gapda. Ashunga menga hech kim, men to'g'ri nima qilaman, menga hech kimlar yordam berish, 60 tani olib 12 gacha shakllantirishim kerak. Buning hozir ko'cha boshlarga berasiz 60 ta. Nechta ko'cha boshi bor? 4 ta ko'cha boshimiz bor. Bitta bo'lsa 15 tadan shakllantirib berasiz. Nima qiladi 60 ta? 60 degan 10 yilga 10 sotidan yer beriladi. Beriladi kim mavoda agar yerga qaramasa, qaramasa yerni olib qo'yadi. Bu tomoni ham bor. Bunga qilingan shartnomalar nima bo'ladi? Nima boshlangan paytda. Bir yilga berilgan xolasi. Yo'q, menga olasizmi? Yo'q, lekin fikri to'g'ri. Bu ham fikri to'g'ri. Birinchi bilan 5 yilga degani keyin 1 yilga tushdi. Hozir biz 5 yilga shartnoma qilgan vaziyatda kelgan hozir Men misol uchun bir yilga xolos. Bir yil ya'ni 2022-yildan 10 yil muddatga uzoq muddatga berdi. Bu ham qanday tartibda bo'ladi? Yangiliklarchiga boradi, ikkalamiz yer olmoqchimizda lot orqali raqobat bo'ladi. O'zimiz bilmaymiz. Sababi yerlarimiz mana Türkiye'de bu mandashda yangi ko'rganimiz ba'zi bir joylarda fermerlar yerlaridan yurtida biz salonda hammasi bilgan ajrab bo'lsa qaramay sotib olib olamiz. Shuni javobgarligi oldida bo'ladi. O'zimizda mana bu bo'ldi. O'zimizda. Men so'rayapman hozir. Men so'rayapman, seni ko'p yaxshi beraversa, bitta raqamchi bo'lish kerak. Yurtchilar, ya'ni auksion orqali olinadigan yerlar, 10 sotiga. Men hozir shuni